qarisi bor uyi, parisi bor deydi. Nimaga ajralishlik ko'p? Bu bozor emaski, xotinga o'ylansang, olib chiqib yana qaytib sotib keyingisini olaversang. Bu hayot. 50-yillarni men nazarda tutaman, onam non yopardi, to'rtta qo'shniga olib chiqib berganda meni yugurtirardilar. Men yosh bola edim. Nimaga o'zimizga non yetishmayapti-yu, och bizaku, nega beramiz birovga desam, saxiy bo'lgin, mehrli bo'lgin, sal. Dim menga shu gapni gapirdi. Doda yoshingiz nechida? Meni yoshim 81 da. 76. 76. Inson 81 yoshida va 76 yoshida o'zini qanaqa his qiladi? Men endi shu yoshda ham tinch o'tiradigan odam emasman, daraxt ekanman. O'zim pensiyaga chiqqandan keyin ham 75 yoshgacha ishladim. 15 yil ishladim pensiyadan keyin. Biz yoshlarga biz aktiv bo'lishimiz kerak, chunki hozir bolalarning ma'naviyati juda susayib ketyapti. Juda ham susayib ketyapti. Ularga hayotiy tajribalardan gapirib berishimiz kerak. Bu qariyalar vatanni oltin fonda hisoblanadi. Juda ko'p qiyinchiliklarni ham, yaxshilik kunlarni ham ko'rdik. Endi shularni biz tajribamizdan chiqqan holda ko'proq shu yoshlarni o'zimizga jalb qilib yig'ib, hayotda oq qorani tanishida yordam berishimiz kerak, ko'makdosh bo'lishimiz kerak. Inson hayotda baxtli bo'lish uchun qanaqa sifatlarga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Insonning qanaqa xislati, o'sha ulg'aygan sari qanaqa xislatga ega bo'lishi insonni baxtli qiladi? Qariya odam bor edi mahallamizda, bularni adalari. Soat amaki. Ularning bitta sitatalari bor edi. Odamni mehnat odam qiladi. Mehnat qilgan odam hayotni tushunadi. Mehnat qilgan odam yashashni biladi. Hamma narsa baxt, saodatga erishish uchun mehnat qilish kerak. Xolasini o'qib saodatga erishsin, bu ham mehnat. Xolasin bir kasb egasi bo'lib mehnat qilsin, bu ham saodat. Mehnatsiz baxtga erishib bo'lmaydi. Bolam deganlar dadam. Mehnat bu rohat bo'lish kerak, ha? Azobku bu ishlab qiynalsa, hadeb ish bo'laversa, yo'q, mana shuni rohat deb bilsang, hayoting yaxshi o'tadi deganlar. Yoshlik paytimizda biz o'ylaganmiz. Misol uchun o'qishga kira olmaymizmi? O'qishga kira olmasa, mana zavodga borib ishlayman. Ana zavodga borib ishlayman. Hozir zavod, fabrikalar yo'q bo'lib ketdi. Faqat hozir o'qigan bilan ish bitmaydi. O'qigandan keyin o'shani hayotga tatbiq qilish kerak. Bularni adalari aytgandek, mehnat rohat bo'lish kerak. Rohat bo'lish kerak. Biz tushunmas edik yoshligimizda. Mana eshitganmiz. Mana endi tushundik shu narsalarni. Chunki mehnat qilgan ishing natijali bo'lsa, o'shani kechki payt o'tirganda rohatini ko'rasan. Qayillatdim shu bugun. Aytganinglardagi 60 yillik tajribalari bor ekan, 60 yil bitta joyda ishlagan ekanlar. Nima deb o'ylaysizlar? Mana yosh avlod hozir boshlaydi, tez tashlab qo'yadi, boshlaydi, zerikib qoladi. Yo hamma narsaga tezroq erishishga harakat qiladi. Shu muammoni o'tgan zamondagi yashab o'tgan insonlardan so'raydigan bo'lsak, ular xotirjam bo'l, hammasi sodir bo'ladi o'zining vaqtida. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga hozirgi odamlar hamma narsaga tezroq erishishni xohlaydi? Yo'q, o'shanga tushuntiradigan odam yo'q o'shalarga. Mana misol uchun yoshlarni oling. Maktabga ketadi bolalari, ota-onasi ishga ketadi. Keladi, u ko'chaga chiqib bolalar bilan o'ynash, haligi og'aylarini topib o'ynashga chiqib ketadi, boshqalar ular kelguncha bilan keladi. Nima ma'nosi bor ko'ryapti? Nima ular haligi ko'ryapti, tarbiya ko'ryapti? Hech qanaqa tarbiya ko'rayotgan yo'q. Telefondan ma'naviyati buzilib, tarbiyasi buzilib ketyapti bularning. Ana o'shaning uchun ko'proq maktabga borishsin, mana bizdan foydalanishsin. Chaqirtirsin, baraka topqirlar. Mana 3 taylar bugun mana maktabga borasizlar. O'zingizlarni boshilardan o'tgan tajribalarni gapirib beringlar bularga. Misol qilib aytib berishim mumkin. Men vaqtli onadan yetim qoldim, yosh edim. 9 yashar edim. 1 yasharli ukam, 3 yasharli singlim, 6 ta bola yetim qoldi. Men majbur bo'ldim 7-sinf bitirgandan 3 yil ishga kirib, o'sha yerda o'qidim, 2 yil o'qidim, 3 yil ishida. Nega 15 yoshda zavodga kirib ishladim, Tashsilmash zavodiga. Bizmi o'sha yerda oddiy ishchidan to o'sha ishlab chiqarish boshlig'igacha ko'tarildim. Shu o'qidim, albatta buni o'rtasida ham o'qirdim, ham ishlardim. Bular hammasi mehnat edi. Mana biza o'sha mahalda 50-yillarni men nazarda tutaman, onam non yopardi, to'rtta qo'shniga olib chiqib berganda meni yugurtirardilar. Men yosh bola edim. Nimaga o'zimizga non yetishmayapti-yu, och bizaku, nega beramiz birovga desam, saxiy bo'lgin, mehrli bo'lgin, sal.
deb menga shu gapni Ana gapiradi. shularni o'rganish Mana qarang, kerak. bu davrda, o'sha davrni o'zida Niyasiga quyish shunaqa hamma bir-biriga osh berardi, osh olib kirib berardi. Tanso'roq ovqat qiladigan bo'lsa, bir-birini mehmon qilar edi o'sha mahalda, qo'ni-qo'shnilarni. Bir-biriga oqibat bor edi o'sha mahalda. Odamlarga nisbatan bir-biriga oqibati, mehri bor edi o'sha davrda. Endi hozir to'qlikka sho'xlik bo'lib ketyapti ekan. Mashinasi bo'lsa, uchastkasi bo'lsa, hali qiz bolalarni hali nimalarga chiqayotgan, turmushga chiqayotganda usloviy o'zini shartini qo'yishi, men shundoq bo'lsa erga tegaman deyishi. Yengil hayot bu uzoqqa bormaydi. Yangi turmush qurgan insonlarga yoki turmush qurmoqchi bo'lgan insonlarga qanaqangi hayotiy maslahatlar bera olasiz? Mana ilgari Tojikistondan, O'ratepadan, u yoqlardan mardkor ishlagani kelardi yigitlar. Zabardast yigitlar. Shular nimaga kelishardi? Mehnat qilardi, men o'ylanishim kerak deb pul topardi ular. Hozir ota-onasi topib tayyor pulga o'ylantirib qo'yapti. O'zi qatdan kelayotgani bilan ishi yo'q. Bugun o'ylansam ertaga. Bunga hamma sharoit yaratib berishyapti. Shunga ko'nikmasdan o'shaning uchun bolalarga aytish kerakki, "Voy bolalarim, o'zing ishlab pul topib, men seni o'ylantirib qo'yaman" deyish kerak. Uy joyli qilib qo'ysa, tagiga mashinani olib bersa, mashinani ham zo'rini olib bersa, telefonni zo'rini olib bersa, o'ylantirib qo'ygandan keyin ertaga qizi aytadiki, "Menga ham olib bering" deydi, kelgan kelin. "Menga ham olib bering shu mashinadan" deydi. "Menga ham shunaqa telefon olib bering" deydi. Qanaqa bo'lmaydi deb bunaqada. O'shaning uchun bu hammasini mag'zini tushuntirib berish kerak. O'z-o'zidan kelmaydi bu narsalar. Bu boyliklar, bu sen yeb ichayotgan narsalaring o'z-o'zidan kelmaydi. Hammasini tagida mehnat yotadi. O'g'il bola ham, qiz bola ham sog'lom bo'lish kerak. Bir, agarda ko'proq o'qigan bo'lsa, ilmli bo'lsa, hayot sabog'ini sal yo'q-yo'qdan ko'rib, eshitib nima qilgan bo'lsa, albatta ota-onasidan o'rganadi bu narsalarni-ku. Birinchi janjal nimadan boshlanadi? Birinchi xotinni bir-biriga munosabatida birinchi qattiq gapirish, gap bilmaganlik, so'z bilmaganlik oqibatida noto'g'ri so'zlarni ishlatish, bir-biriga qattiq gapirish, keyin qo'l ko'tarish, undan keyin ajrashishga olib keladi bu, bildingizmi? Shuning uchun, buning uchun albatta bu kattalarning vazifasi ularga bunaqa narsalarni tushuntirib o'tish. Undan keyin kezi kelganda o'zini hayotiy tajribasini gapirib berish. Ya'ni shuning uchun ota-onani o'zi yaxshi ibrat bo'lsa, albatta bolalari ham o'ylaymanki ibratli bo'ladi. Buning uchun baribir yana qaytib kelamiz. Bu hozir qiz bolalarga o'qish nima kerak? Yo'q, imенно hozirgi paytda ilmli bo'lish kerak ayollar. Chunki bironta joyda amaliga ko'tarilmasa ham, lekin o'zini bolasining tarbiyasiga nima qiladi, shu ilm foyda keltiradi. O'zingizlardan yosh bo'lgan insonlarga yuraginglardagi bitta maslahat bera olasizlarmi? Ilm hamma narsani hal qiladi. Har bir hunar ichida zo'ridir ilm, ilmli kishini mandirman quli degan bir donishmand. Agar siz hayotda to'g'ri yo'l topishni yoki shunchaki qalblaringizga iliq suhbatni olib kirmoqchi bo'lsangiz, U jurnalist kanali aynan sizlar uchun. Sizlarni keyingi videolarimda kutib qolaman.